sekinroq gapir. Hozir ukam eshitsa nima deb o'ylaydi? Urishyapti deb o'ylaydi. O'sha ukangizdanchi jonimga tegib ketdi. Qachongacha bitta hovlida yashaymiz? Hammachi o'zini haqqini olib alohida yashasin. Qizim, mana bu yoqqa o'tirib tur. To'g'ri aytasan. Men hamma gapni to'g'ri aytaman. Aziz, qayerdasan? Bu yoqqa. Ha, labbi aka. Keyin hozir ayni haqiqatni aytdi menga. Ko'zimni ochdi. Bu uyda nimaiki bo'lsa hamma o'z haqqini oladi. Tushundingmi? Aka, bo'lma deganingiz. Avvalambor nima desangiz shu. Ukam, ishlaring yaxshi bo'lganda menga mashinani olib beruvdi. Bu mashinani o'zingga siylov. Keyin ota-onam rahmatli shu uylarni ukangga qolsin deb vasiyat qilgan, uni yaxshi bilasan. Meni haqqim shu shirin bolalarim faqat. Ukam mendan rozi bo'l. Oldimga tush. Adasi, shoshmang. O'zi nimaga chiqib ketding uydan? Niyatingga yetding. Hech bo'lmasdan bu kvartira topaylik. Tush oldimga.